Klinikamizda bolalardagi va kattalardagi gastroenterologik muammolarni davolab kelishimizni hammangiz bilasiz. Klinikamizdagi mana shu bolalar gastroenterologi bizni vrachimiz Sojida opadan eng asosiy, ya'ni asosiy uchraydigan, bolalarda uchraydigan muammolarni ko'rib chiqamiz. Eng ko'p uchraydigan qaysi holat bilan bezovta bo'lib ota-onalar farzandini olib kelishadi qabulingizga? Asosan hozir qabulimga bolalarda ich qotish holatlari, cho'ziluvchan ich ketish holatlari, ya'ni sababi noaniq bo'lgan ich ketish holatlari. Bundan tashqari hozir bolalarda ichak muammolarini keltirib chiqaruvchi gijja invaziyalari mavjud. Bu gijja invaziyalari bo'yicha ham onalarimiz ko'p konsultatsiya bo'yicha murojaat etib kelishmoqda, chunki biz bilamizki, hozirda bolalarda ovqat ratsionida juda ko'p yarim tayyor mahsulotlar ko'payib ketgan. Bu esa ichakda mikroflorani birinchidan buzadi, ikkilamchi gijja invaziyalarning ko'payishiga sharoit yaratib beradi. Deyarli 90% lecheniya effektivligiga javob bera oladi bu narsa. Shuning uchun ham kasallikka aniq tashxis qo'yish, uni davolash ishlarini olib borish bo'yicha bizning klinikaga murojaat qilishingiz mumkin. Bemalol mana shu kasalliklarni davolashda sizga yordam berishga tayyormiz. Murojaatlar uchun ekran pastidagi raqamlarga aloqaga chiqing.